Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap 10 sentyabrga qadar ayrim pensionerlarga berilishi kerak bo'lgan summalar. Yangi ro'yxatga tushish, kim bu pulni olishi mumkinligi, kim kutmasligi kerakligi va eng asosiysi o'z haqingizni qanday tekshirib olish haqida ketmoqda. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, buva yoki nogironlik pensiyasi olayotgan yaqin inson bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilgan odam pulini yo'qotmaydi. Vaqtini ham bekorga sarflamaydi. Men bugun sizga masalani oddiy tilda, lekin huquqiy va amaliy tomondan tushuntiraman. Eng muhim savol shunday. 25 sentyabrgacha kimlarga qo'shimcha summa, qayta hisoblangan pensiya yoki ushlab qolingan to'lov berilishi kerak? Nima uchun ba'zi pensionerlar ro'yxatda bor, boshqalari esa yo'q? Qanday holatda odam pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi shart? Qachon bankka borish kerak? Qachon mahalladan ma'lumotnoma olish kerak? Qachon esa shunchaki plastik kartani tekshirish kifoya? Mana shu savollarga birma-bir javob beraman. Avval qanday edi? Ilgari ko'p pensionerlar pensiya miqdori o'zgarganda, indeksatsiya bo'lganda yoki hujjatlari qayta ko'rib chiqilganda bu jarayonni o'zi kuzatishga majbur bo'lardi. Kimdir pensiya jamg'armasi bo'limiga borardi, kimdir bankdan so'rardi, kimdir mahalladan eshitgan gapga ishonardi. Natijada ayrim odamlarga pul vaqtida tushardi, ayrimlar esa bir necha oy o'tib sizga qayta hisoblangan summa bor ekan degan xabarni eshitardi. Buning sababi ko'p hollarda ma'lumotlarning kech yangilanishi, ish staji hujjatlarining to'liq kiritilmagani, bank kartasi faol emasligi yoki pensionerning yashash manzili o'zgargan bo'lsa ham tizimda eski manzil qolib ketgani bilan bog'liq bo'lgan. Hozir esa tizim ancha raqamlashtirilgan. Pensiya tayinlash, qayta hisoblash, qo'shimcha to'lovlarni aniqlash, ortiqcha yoki kam to'langan summalarni tekshirish ko'p holatda elektron bazalar orqali amalga oshiriladi. Lekin men sizga ochiq aytaman, tizim elektron bo'lsa ham hamma masala avtomatik hal bo'lib ketadi deb o'ylash xato. Chunki bazada noto'g'ri familiya, pasport ma'lumoti, tug'ilgan sana, ish staji yoki bank rekviziti bo'lsa, pensioner ro'yxatga tushmay qolishi mumkin. Demak, yangilik bor, tartib bor, lekin odam o'z holatini tekshirib turishi shart. 15 sentyabrgacha berish kerak bo'lgan summalar deganda bir necha turdagi to'lovlar nazarda tutilishi mumkin. Birinchisi, pensiya miqdori qayta hisoblangandan keyin paydo bo'lgan farq. Ikkinchisi, ilgari hujjat yetishmagani uchun hisobga olinmagan ish staji yoki ish haqi ma'lumotlari tasdiqlangandan keyingi qo'shimcha summa. Uchinchisi, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya yoki alohida toifadagi pensionerlarga beriladigan to'lovlar. To'rtinchisi, texnik sabab bilan vaqtida tushmay qolgan pensiya puli. Mana shu to'rtta yo'nalishni adashtirmaslik kerak. Chunki har birining tekshirish tartibi boshqa. Asosiy qizim, kim bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim kutmasligi kerak. Men avvalo kimlar bu masalaga jiddiy qarashi kerakligini tushuntiraman. Agar siz pensioner bo'lsangiz va oxirgi oylarda pensiyangiz miqdori o'zgargan bo'lsa, masalan, avval 1 million 200 ming so'm olib, keyin 1 million 307 ming so'm olgan bo'lsangiz, sizda qayta hisoblangan farq bo'lishi mumkin. Bu farq har doim ham katta bo'lmaydi. Lekin ba'zan bir necha oy uchun yig'ilib sezilarli summaga aylanadi. Masalan, bir pensionerning pensiyasi oyga 90 ming so'mga oshirilgan bo'lsa, lekin bu oshish 2 oy kechiktirilgan bo'lsa, u odamga 1 ming so'm farq to'lanishi kerak bo'lishi mumkin. Agar 3 oy bo'lsa 2 ming so'm. Agar oilada 2 pensioner bo'lsa, umumiy summa yanada oshadi. Ikkinchi guruh ish staji bo'yicha hujjat topshirgan pensionerlar. Ko'p odamlar pensiyaga chiqqanda hamma ish yillari to'liq tasdiqlanmaydi. Masalan, inson 1995 yildan 1992 yilgacha bir korxonada ishlagan, lekin arxiv hujjati topilmagan. Pensiya tayinlanganda bu yillar hisobga kirmagan. Keyin u arxivdan ma'lumotnoma topib kelgan. Shunda pensiya qayta hisoblanadi. Agar qayta hisoblash natijasida pensiya oyiga 1 ming so'mga oshsa va hujjat topshirilgan kundan boshlab 2 oy o'tgan bo'lsa, 33 ming so'm atrofida qo'shimcha farq chiqishi mumkin. Albatta, aniq summa har bir holatda alohida hisoblanadi, lekin tamoyil shunday: tasdiqlangan hujjat pensiya miqdorini oshirsa, farq to'lab berilishi kerak. Uchinchi guruh
nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar. Bu toifadagi odamlarda tibbiy xulosa muddati, nogironlik guruhi, bolalarning yoshi, o'qishda davom etishi kabi omillar katta ahamiyatga ega. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan farzand bugundagi yoshga to'lsa, lekin oliy ta'limda kunduzgi shaklda o'qishni davom ettirsa, tegishli hujjat topshirilganda to'lov davom etishi mumkin. Agar hujjat vaqtida kiritilmagan bo'lsa, to'lov to'xtab qolishi yoki kechikishi ehtimoli bor. Keyin ma'lumotnoma olib borilgandan so'ng ayrim holatlarda to'lov qayta tiklanadi. Shuning uchun bunday oilalar 15 sentyabrgacha albatta o'z holatini tekshirib olishi kerak. 4-guruh bank kartasi almashtirilgan yoki muddati tugagan pensionerlar. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat. Odam pensiya chiqmayapti deb o'ylaydi. Aslida esa eski karta yopilgan. Yangi karta ma'lumoti tizimga to'liq tushmagan bo'ladi. Yoki bank kartasi bor, lekin SMS xabarnoma ulanmagan. Pensioner pul tushganini bilmaydi. Yana bir holat. Pensioner pulni naqd shaklda olgan, keyin plastik kartaga o'tkazilgan, lekin qaysi kartaga tushayotganini oila a'zolari ham bilmaydi. Bunday vaziyatda pensiya jamg'armasiga borishdan oldin bank ilovasini, bankomatni yoki bank bo'limini tekshirish kerak. Chunki pul ajratilgan bo'lishi mumkin. Muammo faqat olish kanalida bo'lishi mumkin. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz har oy pensiyangizni muntazam olib kelayotgan bo'lsangiz, miqdorda o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, qo'shimcha hujjat topshirmagan bo'lsangiz, nogironlik guruhi yoki boquvchisini yo'qotganlik holati bo'yicha muddatli o'zgarish bo'lmasa, sizga alohida qo'shimcha summa chiqmasligi mumkin. Bu normal holat. Ro'yxatga hamma pensioner avtomatik kiradi degan tushuncha noto'g'ri. Ro'yxat odatda ma'lum mezon bo'yicha shakllanadi. Kimga qayta hisoblash kerak, kimda to'lov farqi bor, kimda texnik kechikish bo'lgan, kimning ma'lumoti yangilangan. Shuning uchun qo'shnim oldi. Men ham olishim kerak degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashovchi pensioner 1.500.000 so'm pensiya oladi. U oldin 30 yil staj bilan pensiyaga chiqqan. Keyin arxivdan yana 4 yil ish staji tasdiqlandi. Qayta hisoblashdan keyin pensiyasi 1.620.000 so'mga chiqdi. Farq o'yiga 1.000 so'm. Agar bu farq iyul va avgust oylari uchun hisoblangan bo'lsa, unga 2.000 so'm qo'shimcha to'lov tushishi mumkin. Agar sentyabr oyi pensiyasi ham yangi miqdorda chiqsa, u oyma-oy ko'proq oladi. Arxiv ma'lumoti qachon qabul qilingan, qaror qachon chiqarilgan va farq qaysi sanadan hisoblangan. Ikkinchi misol, Samarqandda yashovchi onaxonning plastik kartasi muddati tugagan. Pensiya ajratilgan. Lekin karta faol bo'lmagani uchun pul qaytgan yoki hisobda ko'rinmay qolgan. O'ylab pensiya bermayapti deb xavotir oladi. Aslida bankda yangi karta ochish, rekvizitni yangilash va pensiya jamg'armasiga yoki tegishli tizimga ma'lumot tushishini kutish kerak bo'ladi. Bunday holatda 15 sentyabrgacha borib, bank ma'lumotini to'g'rilash juda muhim. Chunki muddat o'tib ketgandan keyin ham pul yo'qolmaydi. Lekin olish jarayoni cho'ziladi. Odam bir necha marta qatnashga majbur bo'ladi. Uchinchi misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba sentyabrda o'qishini davom ettiradi. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnomani kech olib boradi. Tizimda u 18 yoshdan oshgan deb ko'rinadi va to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Agar u kunduzgi bo'limda o'qiyotganini tasdiqlasa, pensiya qayta tiklanadi. Bu yerda ota-onalar va vasiylar juda ehtiyot bo'lishi kerak. O'qish haqidagi ma'lumotnoma, pasport nusxasi. Talabalik holatini tasdiqlovchi hujjat tayyor bo'lishi kerak. Har bir kun muhim, chunki sentyabr oyida ta'lim muassasalarida hujjat olish navbati ko'p bo'ladi. 4-misol. Nogironlik pensiyasi olayotgan odamning tibbiy ko'rik muddati avgustda tugagan. U qayta ko'rikdan o'tgan, lekin xulosa tizimga kech kiritilgan. Natijada sentyabr pensiyasi eski tartibda yoki umuman to'xtagan ko'rinishi mumkin. Bunday holatda tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi xulosasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va avvalgi pensiya ma'lumotlari bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Agar nogironlik guruhi tasdiqlangan bo'lsa, tegishli to'lov tiklanadi. Ammo xulosa muddati uzilib qolgan bo'lsa, har bir kun bo'yicha alohida tekshiruv talab qilinishi mumkin. Endi eng muhim nozik masalalarga o'taman. Birinchi xato, odam faqat mishga ishonadi. Hamma pensionerlarga falon pul berilar ekan, 20 sentyabrgacha
hamma kartaga pul tushar ekan, ro'yxatga tushganlar alohida chaqirilar ekan degan gaplar ko'p tarqaladi. Men mutaxassis sifatida aytaman. Har qanday to'lovning asosi bo'lishi kerak. Bu asos pensiya miqdorining oshirilishi, qayta hisoblash, qarzdorlik kompensatsiya hujjat tasdiqlanishi yoki alohida qaror bo'lishi mumkin. Asossiz pul hech kimga berilmaydi. Shuning uchun birinchi savol, sizda qanday asos bor? Agar asos bor bo'lsa, uni hujjat bilan tekshirish mumkin. Ikkinchi, nozik joy ro'yxatga tushmagan odam ham ba'zan haqli bo'lishi mumkin. Masalan, arxiv hujjati topshirilgan, lekin tizimga kiritilmagan yoki familiya nikohdan keyin o'zgargan, eski mehnat daftarchasida boshqa familiya turgan yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 12 mart, boshqa hujjatda 13 mart deb yozilgan. Bunday kichik ko'ringan xatolar pensiya hisobiga ta'sir qiladi. Shuning uchun hujjatlarni solishtirish kerak. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumoti, bank rekviziti, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot. Bir joyda xato bo'lsa, uni tuzatmasdan turib pulni kutish befoyda bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik masala, ortiqcha to'lov bilan kam to'lovni adashtirmang. Ba'zan pensioner menga qo'shimcha pul tushdi deb xursand bo'ladi. Lekin keyin ma'lum bo'ladiki, tizimda xato bo'lgan va ortiqcha to'lov qaytarilishi kerak. Shu sababli kartaga kutilmagan katta summa tushsa, uni darhol sarflab yubormasdan avval izohini tekshiring. Bankdan pul kelib tushgan manbani ko'ring, pensiya jamg'armasidan so'rang. Agar bu qayta hisoblangan farq bo'lsa, bemalol foydalanasiz. Agar texnik xato bo'lsa, keyin qaytarish talabi chiqishi mumkin. Men buni odamlarni qo'rqitish uchun emas, balki ehtiyot bo'lish uchun aytyapman. 4-masala, ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Agar pensioner kasal bo'lsa, yura olmasa yoki boshqa hududda bo'lsa, uning o'rniga yaqinlari ishonchnoma bilan pensiya olishi mumkin. Lekin ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, pulni olishda muammo chiqadi. Ayniqsa, qo'shimcha summa yoki qayta hisoblangan farq bo'lsa, bank yoki mas'ul tashkilot hujjatni yanada sinchiklab tekshiradi. Demak, ishonchnoma sanasi, notarial tasdiq, vakilning pasporti, pensionerning shaxsiy ma'lumoti hammasi to'g'ri bo'lishi kerak. 5-nozik joy. Boshqa hududga ko'chib o'tgan pensionerlar. Masalan, odam Andijondan Toshkentga farzandlari yoniga kelgan, lekin rasmiy yashash manzili eski joyda qolgan. Pensiya to'lovi eski hudud bo'yicha yuritilayotgan bo'lishi mumkin. Agar u bank kartasi orqali olsa, muammo sezilmasligi mumkin, lekin qayta hisoblash, ro'yxat, qo'shimcha hujjat yoki chaqiruv eski hududga bog'lanib qolishi ehtimoli bor. Shuning uchun yashash manzili o'zgargan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga ma'lumotni yangilash foydali. 6-masala, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hozir siz yangi ro'yxatdasiz, pul chiqarish uchun karta raqamingizni, SMS kodni yuboring degan aldovlar ko'p. Hech qachon SMS kodni, bank karta parolini, mobil bank ilovasi kodini hech kimga bermang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir telefon qilib, 25 sentyabrgacha pulingiz kuyib ketadi. Tezda kodni ayting desa, bu juda shubhali. Pul olish uchun rasmiy murojaat, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va bank rekviziti yetarli bo'ladi. Maxfiy kod kerak emas. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam. Pensiyangiz oxirgi 3 oyda qancha tushganini tekshiring. Iyul, avgust va sentyabr oylarini solishtiring. Agar har oy bir xil summa tushgan bo'lsa, hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lishi mumkin. Agar bir oy kam, bir oy ko'p tushgan bo'lsa, sababini aniqlang. Bank ilovasida kirim tarixini ko'ring yoki bankomatdan mini ko'chirma oling. Agar ilovadan foydalana olmasangiz, farzandingiz yoki ishonchli yaqin odamingiz yordam bersin. Lekin karta parolini tarqatmang. 2-qadam. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan oldin hujjatlarni tayyorlang. Sizga shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya bo'yicha mavjud ma'lumot, bank karta rekviziti. Agar ish staji masalasi bo'lsa, mehnat daftarchasi va arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar nogironlik pensiyasi bo'lsa, tibbiy xulosa yoki nogironlikni tasdiqlovchi hujjat kerak. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, tug'ilganlik guvohnomasi yoki qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Hamma hujjatni bitta papkaga solib oling. Chunki bitta qog'oz yetishmasa, yana qaytib kelishga to'g'ri keladi. 3-qadam. Savolni og'zaki emas, iloji bo'lsa yozma shaklida bering. Masalan, mening pensiyam 2024 yil iyul oyidan qayta hisoblanganmi?
Menga 15 sentyabrgacha to'lanishi kerak bo'lgan farq summasi mavjudmi? Arxiv ma'lumotnomam asosida qayta hisoblash natijasi qanday? Bank rekvizitim tizimda to'g'ri ko'rsatilganmi? deb so'rang. Savol aniq bo'lsa, javob ham aniq bo'ladi. Menga pul chiqadimi degan umumiy savolga ko'pincha umumiy javob beriladi. Men har doim odamlarga savolni aniq yo'lishni tavsiya qilaman. 4-qadam. Agar sizga ro'yxatda yo'qsiz deyishsa, darhol xafa bo'lmang. Nima sababdan ro'yxatda yo'qligingizni so'rang. Sizga qo'shimcha to'lov chiqmasligi mumkin. Bu bir holat. Yoki hujjatingiz yetishmayotgan bo'lishi mumkin. Bu boshqa holat. Yoki bank rekviziti xato bo'lishi mumkin. Bu 3-holat. Sababni bilsangiz yechim topasiz. Sababni bilmasangiz odam eshikma-eshik yurib vaqt yo'qotadi. 5-qadam. Agar haqiqatan kam to'lov bo'lganiga ishonchingiz komil bo'lsa, murojaatni rasmiylashtiring. Murojaatda ism familiyangiz, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi va talabingiz aniq yozilishi kerak. Masalan, mening 2024 yil iyul-avgust oylaridagi pensiya miqdorim qayta hisoblanganligini tekshirib, agar farq summa mavjud bo'lsa, uni to'lab berishingizni so'rayman. Shunday yozilsa, mas'ul xodim nimani tekshirishi kerakligini tushunadi. 6-qadam, javob muddatini kuzating. Har bir murojaatning ko'rib chiqish tartibi bor. Agar og'zaki borsangiz, bir xil javob olishingiz mumkin. Lekin yozma murojaat bo'lsa, rasmiy javob talab qilinadi. Javobda to'lov mavjud emas deyilsa, nima uchun mavjud emasligi ko'rsatilishi kerak. Agar hujjat yetishmaydi deyilsa, aynan qaysi hujjat kerakligi yozilishi kerak. Bu sizga keyingi qadamni aniq belgilashga yordam beradi. 7-qadam, oiladagi keksalarga yordam bering. Ko'p pensionerlar bank ilovasidan foydalana olmaydi. SMS'ni o'qimaydi, hujjatlarni farqlamaydi. Farzandlar, nabiralar, qo'shnilar yordam berishi mumkin, lekin bu yordam mas'uliyat bilan bo'lishi kerak. Pensionerning kartasini olib, pulini nazoratsiz ishlatish noto'g'ri. Yordam degan hujjatni tartibga solish, to'g'ri joyga olib borish, savolni aniq berish va javobni tushuntirishdir. Ayniqsa 15 sentyabrga qadar muddat aytilayotgan bo'lsa, keksalarni keyin ko'ramiz deb qoldirmaslik kerak. Yana bir muhim maslahat. Telefon orqali kelgan har qanday xabarga ishonmang. Rasmiy ma'lumotni bank, pensiya jamg'armasi, mahalla mas'ullar yoki davlat xizmatlari orqali tekshiring. Agar sizga ro'yxatga kiritish uchun pul to'lang deyishsa, bu ham shubhali. Pensiya bo'yicha qonuniy to'lovni olish uchun kimlargadir xizmat haqi berish shart emas. Agar hujjat tayyorlash, notarial ishonchnoma yoki arxiv ma'lumoti uchun rasmiy to'lov bo'lsa, bu alohida masala. Lekin qo'shimcha pensiya chiqarib beraman degan odamga ishonmang. Xulosa qilib aytaman, 15 sentyabrgacha berilishi kerak bo'lgan summalar hamma pensionerga bir xil tarzda tushadigan umumiy pul emas. Bu ko'pincha qayta hisoblash. Hujjat tasdiqlanishi, bank rekviziti, pensiya turi, nogironlik holati, o'qish ma'lumotnomasi yoki oldingi oylar bo'yicha farq bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun har bir pensioner o'z holatini alohida tekshirishi kerak. Eng to'g'ri yo'l oxirgi to'lovlarni solishtirish, hujjatlarni tayyorlash, bank ma'lumotini tekshirish va kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga aniq savol bilan murojaat qilish. Men sizga yana bir bor eslataman. Qo'shniga pul tushgani sizga ham albatta tushadi degani emas. Lekin sizga pul tushmagani siz haqli emassiz degani ham emas. Hammasi hujjat, hisob-kitob va ro'yxatdagi ma'lumotga bog'liq. Shuning uchun befarq bo'lmang. Ayniqsa oilangizda yoshi katta inson, nogironlik pensiya oluvchi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi bo'lsa, bugunoq ularning holatini tekshirib qo'ying. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Pensiyangiz oshdimi? Farq summa tushdimi? Ro'yxatda bormisiz yoki hujjat talab qilishdimi? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, kompensatsiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.